Hop, biz bitta domain kontrol Windows Server bor Windows Client bor, Windows 10, bunisi Windows 22. Hop, bizlar Proxmox ichiga ikkita virtual ko'targanmiz. Bittasi Windows Server, bittasi Windows Client. Hop, mana bu Windows Client. IP'si mana bu. MSDSKdan kirib bo'lganman. Hop, mana bu Windows 10. Hozir как раз domain kontroller, ya'ni foydalanuvchilar boshqaruvchi bitta servisi bor. O'shani qo'shyapman. Qo'shish jarayoni. Ya'ni siz o'sha domain kontroller Active Directory, ya'ni servisini o'rnatganingizdan keyin mana bitta servis bo'limida xo'p, mana server bo'limida mana bitta chiqib qoladi. Mana bitta promote this server to a domain controller, ya'ni bu serverda domain kontroller qilish degan narsa. Buni bosasiz, bosganingizda mana bu oyna ochiladi. Xo'p, mana bu oyna ochiladi. Va bu yerdan biz yangi domen qo'shamiz deymiz. Biz domenni oldindan o'ylab olganmiz. Xo'p, biz mana bunaqa qo'ymoqchimiz, ya'ni windows.local deb qo'ymoqchimiz. Hozir deployment ketyapti. O'sha Active Directory funksiyasini yoqyapmiz. Yoqib bo'ldik va uni sozlayapmiz. Qadamma-qadam sozlayapmiz. Demak, birinchi navbatda shu promote qil deydi. Ya'ni bu Windows serverining domain controller funksiyasini ishga tushirish uchun ruxsat ber tepa. Forest function level, qanaqa level hozir mana tanlab bo'lmas ekan. Xo'p, bu defaultga tegmaymiz. Bularga tegmaymiz. Mana bu yerga parol qo'yamiz просто. Hozir ozgina sekin ishlayapti server. Hop, xos. Bu ishlash kerak o'zi. O'ylanib qoldi xos. Install qilaman, boshlayman. Xo'p, promote qilamiz va bizga yangi qo'shamiz. Bu mana bunaqa bo'ladi. Xo'p.
Uni xohlagan narsa deyish mumkin. Misol uchun Oq uy, BMT, BMT, BMT. Xohlagan narsa. Xo'p, men eOpen qo'yaman. eOpen, eopen.local. Ozgina sekin ishlayapti bu şey. eopen.local. Tushdan boshqa iloji yo'q shekilli. Sekin bo'lib ketdi bu. Xo'p, mana yondi. Xo'p, qanaqa Windows serverligini bu yerda tanlaymiz. Hozir bu yerda faqat 2016 bor ekan. Uni boshqachasi yo'q. Mana bu yerda domen kontrollerga parol qo'yamiz. O'zi biladigan sodda parol. Keyinchalik o'zgartirsa bo'ladi. Create DNS delegation, specific delegation. Delegation for this DNS server cannot be created because after this prevent zone cannot be found. Xo'p, DNS server funksiyasi hali yoqilmagan. Shuning uchun buni tanlash ham shart emas. Xo'p, verify NetBIOS name, domain and change if necessary. Agar qanaqadir o'sha boyagi Windows serverimizda NetBIOS name to'g'ri kelmasa, boshqa qo'yishimiz mumkin.
Hozir bu Youpengga to'g'ri keldi. Shu boyagi domen kontroller nomi bilan bosaveramiz. Xo'p, default folder bularga tegishi shart emas. Ketdi. If you click install, server automatically reboot and promotion operation. When at the end of the promotion operation. Install tugmasini bosganinglar o'sha tugagandan keyin bitta reboot bo'ladi deyapti. Avtomatik. Okay. Chiqdi. Lekin warning beryapti. Install. Default for secret setting name allow cryptographic algorithm compatible with Windows NT Terminal. Secure channel session. Dropbox management install qilyapti.
Xo'p, biz ungacha Active Directory Main Service ichida nimalar bor? Xo'p, Windows server reboot bo'lyapti. Xo'p, Active Directory Domain Service bu Microsoft yaratgan markazlashgan tizim bo'lib, u foydalanuvchi kompyuterlarning guruhlanish siyosatini bitta markazlashgan boshqaradi. Ya'ni Windows server asosiy vazifasi markazdan turib hamma kompyuterlar, hamma qurilmalarni, hamma yuzerlarni boshqarish. Xo'p, Forest degan narsa bor Windows serverda. Bu bitta ustalam o'rmon desa ham bo'ladi. Ya'ni bitta domenlar to'plami. Treelari bor. Bu subdomenlar, ya'ni bitta o'rmon ichida, bitta forest ichida bir nechta domenlar bo'lishi mumkin. Hozir biz upen.local dedik. Endi keyingi bu tree bu. Keyingisi misol uchun windows.local, mint.local. Bular tree hammasi. Organizational unit. User kompyuter guruhlarni ajratish. Bu faqat Uga qo'llanadi. Mana shu UO'larga GPO qo'llanadi. Okay. Object ichida har bir narsa obyekt hisoblanadi. Active Directory'ning ichida har bir narsa obyekt hisoblanadi. Asosiy obyektlar: user obyekti bor, computer, group, printer, contact. Xo'p. Security group, distribution group, scope domain local, sistema adini, qoidalar kitobi, qaysi obyekt bor, qaysi attribut mavjud. FSMO rules, 5 ta maxsus rol. FSMO hada ichida faqat bitta server bajariladigan rollar. Ular System master, sistema boshqaruv, domain naming master, domain qo'sh, read, user ID, PD emulator, password, infrastructure master, cross down. Labda barchasi bitta desta bo'ladi. Site and replication, geografiya uchun. Qaysi DC qayerda, replication qanday ishlaydi? Misol uchun Toshkent site, Samarqand site. Authentication, Kerberos orqali login kim nimaga kira olishini aniqlaydi. Trust relation, domenlar o'rtasida ishonch katta tashkilotlarda muhim. Endi biz login qilamiz. Domain kontrollerga olgan. Domain funksiyasi yondi. Okay, domain funksiyasi yondi. Mana endi toolsdan mana ko'rindi. Active Directory user and computer and mana GPO group policy management hammasi yondi. Mana upen.local deganmiz biz. upen.local. Endi buni ichida bitta obyekt yaratamiz. Bu organizational unit. Tashkilotning bitta qismi degani. Har narsa bo'lishi mumkin bu ham. Misol uchun center degan bo'ladi. Endi mana buni ichida xohlagan narsa yaratsak bo'ladi. Center ichida. Buni ichida ham yana organizational unitlar yaratsa bo'ladi, userlar yaratsa bo'ladi. Misol uchun group deb
Xo'p, IT. Yana buni ichida buxgalteriya. Xo'p, organizational unit. Xo'p, buxgalteriya. Shunaqa guruhlarga ajratib ketilaveradi. Ancha domain controller funksiyasini yopdik. Organizational unit yaratdik. Xo'p, endi misol uchun birorta domainga bog'lab ko'raylik user. Misol uchun IT upravleniyada birorta user yarataylik. User bo'lsin, xo'p, server bo'lsin. Server S.Solijonov bo'lsin. Xo'p, user parolni o'zgartirmasin va parol hech qachon tugamasin. Qolsin. Okey, server degan user yaratdik. Endi klientni mana shunga bog'lab ko'ramiz. Mana bizning klientimiz. Domainga tiqamiz birinchi. Ya'ni bu kompyuter qaysi domainga tegishli ekanligini ko'rsatamiz. Bu eopen.local degan domainga tegishli. eopen.local. O'zi ping borligini tekshirish kerak birinchi navbatda. Ping eopen.local. Xo'p, buni xatoligi ketgan. DNS server sifati 4.8 ko'rsatilgan. Aslida bu bunaqa qilsa olmaydi domain kontrollerda. Bu o'sha domain kontroller serverda IP'sini ko'rsatish kerak. 100 endi oladi. Mana bu ham ko'rmadi, endi ko'rish mumkin. Endi domain kontrollerda administrator parol loginini kiritamiz. Bor, uzilish yo'q. Mana welcome to open local domain. Biz bitta domainga qo'shildik hozir. Restart. Endi bu yerda biz kompyuter ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu hozir yaratganimiz bu user bo'ldi. Endi bu yerdan kompyuter ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Computer name client 20. Client 20. Windows cannot create a new computer object because pre-Windows computer name client is already used. Select another name. Hope change client topolmayapti. Hop. Hozir chiqib ketdi-da bu. Klientimiz hozir chiqib ketdi. Boshqatdan kirib ko'rishimiz kerak. Yonyapti. Endi ko'rsa kerak. Xo'p, klient degan nima chiqish kerak? Kompyuter.
chiqmadi. Client. Client 20. Xo'p, bunda chiqmadi. Xo'p, mana buni o'zidan qaraymiz. Client 20 open local. Hop, xullas. Endi biz klientdan kirishimiz kerak edi aslida. Bundoq qilib boyagi admin paroldan kirmaymizda. Boshqa paroldan. S.Solijonov. Udaленный доступga boyagi S. Mana shu ikkovini kiritib qo'yamiz. Endi kirish kerak. S.Solijonov. Endi kirish. Hop.
Buni o'zgartiraman. Prosta ko'raman desanglar ham bunga ruxsat yo'q. Domain kontrol default politikasi bunga ruxsat bermaydi. Xullas shu edi. Keyin yana boshqa chiqaramiz, xudo xohlasa boshqa mavzularni ham.